Bugün bir yangilik qilamiz dedingiz. Yangilik qilamiz. Qarang, Surxondaryoda hali uncha-munchaga echki hech kim chiqarmagan-a? Yo'q. Echki chiqargan, xudo xolasa bir atar echki chiqaramiz. Ha, bu hozirgi partiyanizda. Bundan keyingi partiya, ikkinchi partiyaga. Aha. Bugungi yangiliklar zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Endi yangilik zo'r bo'ladi. Boshidan va'dani beryapsiz aka, endi bu yerni ko'ramizda. Sizga yana bitta narsa, yana bitta plyus tarafi. Yangilik deganda yangilik mana qilamiz. Bitta qo'chqarimizda pulini olmaymiz. 70 ta to'qliga pul beradi. Bitta to'qli bonusga qo'chqari. Yaqin nimasi hamrohi buni bitta tayoq bilan pichoqda. Pichoqni ham zo'r yasagan ekan. Ega sifatiga baho bersin bo'ldi. Mana. Xudo xolasa ko'rinib turibdi aka. Olovsiz birdan ikkita ushlaysiz. Mana. Muxdin aka. Chorvanchida katta bo'lgan. Sifatiga pul bersin. Mana. Meni sariqni ushladi dedingiz. Jonivor o'zi ushlab ketgan ekan. O'zi ushlab ketgan. Sizga nima bo'lib ketdi? 55 dan devaring. Yo'q. Yo'q. O puldan qo'zib bermayapti-ku, 4 million 4,5 milliondan irg'ach qo'zib bermayapti. Endi xafa bo'lmang. O'sha olgan insonga shuni hammasini olgan insonga kuchukni ham qo'shib berasizmi? Kuchukni ham qo'shib berish kerakmi endi? Yo'q, endi qiziqadigan insonlar bo'lsa birdan olib borib katta qiladi. Hammasi bir joyda bo'ladi. Qo'chqori ham, qo'yi ham. Bo'ldi, beramiz qo'shib. Berasizmi? Bo'ldi, beramiz kuchuk. Yoshi birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorini ham bor. Ichida tug'aydigan bo'g'ozi bor. Ha, bular endi bittaga bitta ekan hammasi. Ha, bittaga bitta. Ikkita bo'g'ozi bor ekan-a? Shunday. Jonivorlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa bugun biz 11-may sanasiga Muhdan akamizni xo'rasiga kelganmiz. Muhdan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat, Xudoga shukr. Bugun Azbek tinchmi? Rahmat, Xudoga shukr. Boya gaplashdik-ku. Bugun bir yangilik qilamiz dedingiz. Yangilik qilamiz. Qarang, Surxondaryoda hali uncha-munchaga echki hech kim chiqarmagan-a? Yo'q. Echki chiqargan, xudo xolasa bir atar echki chiqaramiz. Ha, bu hozirgi partiyanizda. Bundan keyingi partiya, ikkinchi partiyaga. Aha. Bugungi yangiliklar zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Endi yangilik zo'r bo'ladi. Boshidan va'dani beryapsiz aka, endi bu yerni ko'ramizda. Narx ham udor bo'ladi, yangilik ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, sal haydangizlar. Xo'p. Bugungi chiqaradiganlarimiz bular to'qlida, to'g'rimi? To'qli hammasi. Ikkitishga chiqadigan endi. Ha, ikkitishga o'zi chiqdi o'zi. Ha, nasib chiqdi. 10-15 ta qon bo'lmasa, bari ikkitishga chiqdi. Oldini qaytarib turingizlar. Xo'p, soni nechta aka? Soni 71 ta. 71 ta. Bitta qo'chqori bor ekan, bu. Bitta qo'chqori bor ichida. Qo'chqori nima tishi? Qo'chqori ikkitish. Shishak. Endi ikkitishga chiqyapti. Ha, endi ikkitishga chiqyapti. Mana shu to'qlilar bo'g'ozga o'xshaydi-da. Endi bitta yarim bor Azbek ichida. Misol men buni hammasini bo'g'oz deya olmayman, bitta yarim bor. Endi egasiga plyus. Endi hozir ko'rinib turgan holatini ko'rsatib turibman. Shunday ko'rinib turgan holati mana shu. Ha, cho'ponni eng yaqin nimasi hamrohi buni bitta tayoq bilan pichoqda. Pichoqni ham zo'r yasagan ekan. Tayoq irg'aymi? Irg'aya. Ay, cho'ponga kerak. Xo'p. Bularda son nechta dedingiz? Sonni 71 ta, 70 ta to'qlisi bor, bitta qo'chqari bor. Ha, 70 taga. Xudo xolasa hammasi dala sharoitida yurgan. Mana xudo mana shu yerda yuribdi qo'y. Xizmatini qilgan. Xizmatini qilib yuribmiz. Endi bularga misol kim olsa ham 6-7 yil xudo xolasa to'lini oladi, nasib qilsa. Endi dash sharoitida hozir o'zimiz endi kuzatib turibmiz. 7 ta tug'yapti-da qo'ylar. Hozirgi vaziyatda. Dash sharoitida shunday tug'yapti. Uy sharoitida 7-8-9 ta tug'adi. Yo'q, o'tlar aka yaxshi, oldingida yaxshi bo'lmayapti. Shuni hisobiga 7 ta, 8 ta. Endi 7 ta tug'yapti, ko'pchilik qo'ylar podadan ajralib qolyapti, ariq bo'lib qishga borib. Shunday. Hop, bir xil qo'ylar bor, 10 tagacha tug'adi. Endi unday qo'ylar kamdan kam. Kamdan kam hozirgi dash sharoitida. Ha, dash sharoitiga aytganingizda, uyda endi misol har yili qishda yaxshi qaralsa, oziq-ovqati yaxshi bo'lsa, tug'adi ular. 10 ta, 9 ta shunday atrof tug'adi-da. Shunday. Ha, uning hammasi. Hop. Bularni qo'chqorlarni bir ushlaysiz, ichidan bir ushlab ko'rsatasiz to'qlilarni aka. Qo'chqorni ham bir obzor qilaylik ichida. Oldida yuribdi. Qaytar oldim.
Mana shular to'qlilarda. Ha. Misol men ichidan ayirib, Gap yo'q. yo bir tanlab terayotganim yo'q. Qo'ydim qiriqlarga, sifatiga baho bersin bo'ldi. Mana. Xudo xolasa ko'rinib turibdi aka. Mana. Olovsiz birdan ikkita ushlaysiz. Mana. Muhidin aka. Chorvanchida katta Qo'ydim bo'lgan. sifatiga pul bersin bo'ldi. Ay baraka. Xudo xolasa shuni xizmatini qilib yuribmiz. Yo'altirgan yo'q. To'g'ri. Ichida qo'zidan kattasi yo'q-a, to'g'ri. Yo'q, hammasi kattasi yo'q-a. Hammasi qarabetlarchi. Sariq qo'ylar. Mana. Meni sariqni ushlab dedingiz. Jonivor o'zi ushlab ketgan ekan. O'zi ushlab ketgan. Endi qarang, endi ikkitishga chiqdi. Kallasi. Karbonos kalla ekanda. Shunday. Jonivor barakasini bersin. Muhidin aka. Hov. Qo'chqordan bir ushlanqani. Ushlaymiz mana. Ko'rsatayotgani bir xalqqa. Jonivor. Buni yoshi nima buni? Yoshi mana shu to'qlar yoshidan. Ikki tish. Burunqani. Lekin bu to'qlini qonidan emas, buni qoni bo'lak. Ha, iminni olib kelingan a? Ha, iminni boshqa joydan kelgan, mana munchoqlari ham bor. Qirq ekan. O'zi har yungi qirqilgan yo'q-da? Yo'q, yo'q, yuni qirqilmagan. Qirq ekanda jonivor. 40 qo'shqor ertadan nasib qilsa, kim olsa ham baraka topadi. Endi shu to'qlar ichiga olib birdan qo'shib bolasi ham bo'ladi, xudo xolasa. Shunday. Hop, bular narxini nima deymiz aka? Vaqtni ham ko'p cho'zmaylik. Shunday, vaqt ko'p cho'zmaylik. Ko'p gapirsak ham mana kommentariyada aytib qoladi odamlar. Ko'p gapirma, narxda gapir deb. Endi narx qiziqroqda boya gaplarda aytdingiz, u ko'p odamlar kutib turadi-da. Narximda qilamiz Azizbek. Qani, oldiga qo'yding oldiga turib gapiring. Aha. Narxda 7 million demaymiz. 6,5 million ham demaymiz. 6 million 200 mingdan 12 ta viloyatga dastavka qilib beramiz. O'zi shunday odat bo'lyaptimi deyman. Men borsam 200 300 baland qo'yadi, keyin tishing desa 200 tishib qo'yadi, 300 tishib. Yo'q, u nima u bor realni bo'lgan misol narsani aytyapmiz. Misol 6,5 deb yo 6,8 deb o'tirgan foydasi yo'q. 6 million 200 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Sizga yana bitta narsa, yana bitta plus tarafi. Yangilik deganda yangilik mana qilamiz. Bitta qo'chqarimizda pulini olmaymiz. 70 ta to'qliga pul beradi. Bitta to'qli bonusga qo'chqari. 70 tanchiga bitta qo'chqor bonusga. Ha, 70 ta to'qliga bitta qo'chqor bonus. Hop, endi bularni yarim-yarimga gaplashadigan odamlar bo'lsa-chi? Yarim-yarimga gaplashadigan bo'lsa, qo'chqor narxini shunday hisoblaymizdan pulini papalan qilamiz. Bo'lmasam shuni bunday ham o'ynayveramiz. Shuni aka, qo'chqorni ichiga qo'shing shuni narxdan. Misol shunga ham bir narsa o'tib bering. 62 dan demangda, qo'chqorni ham hisoblab bir narx o'ting aka. Nima deysiz? Endi nima deymiz endi u? Gap muomalada, muomalasini qilsa u sizga nima bo'lib ketdi? 55 dan devaring. Yo'q. Yo'q. O puldan qo'zi bermayapti-ku, 4 million 4,5 millionlar g'ach qo'zi bermayapti. Jonivorlar bari bir xil qo'ydi endi. Qo'yga ham qarada endi Azbek. Ay baraka. Siz yomon mol bo'lsa, kelmaysan ham, chiqarmaysan ham. Endi xafa bo'lmang aka, sizga xatim sig'ib aytaman-da. Shunday. Ya rahmat. Kelishtirib ayting yana bir. Azbek gap 6 million 200 mingdan bitta qo'chqari bonusga. Ya shuni ichiga hisoblab ayting. Ichiga hisoblab aytaymi? Ha, ichiga hisoblab. Ichiga bo'pti 6 million 100 mingdan bo'ladimi? Endi 100 mingdan. 6 milliondan ham deng. Yana telefon qilsa muomala qilamiz. Yana bir narsa o'tib berasiz. Telefon qilsa muomala qilamiz. O'zi bozorlarni ko'rib yuribsizmi? Ya bozorlarni ko'rib yuribman, endi bozorga misol borsa ham bozorda ham bermayapti. 5 million 5,5 millionga qaysi bir lashaq qo'ydi ham bermayapti-da. Bu dala sharoitida yurgan qo'ylar olingan tayyor qo'y. Tayyor turibdi ekan. Tayyor qo'y. Bu endi ko'pchilik mana nima bug'doy sezonga qo'chqor qo'shadi-ku. Shunday. Shularga ham bemalol. Endi ular kuyga kelib turibdi desa ham bo'ladi. Olib borib shunday bir bug'doy sezonga bir 5-6 kun o'llasa, qo'chqorni qo'yaversa, o'zi qo'chqorga borib ketadi. Bularda endi bo'g'oz qo'ylarni hisoblab yotmaymiz-a? Yo'q, o'xshablamaymiz. Egasi olganga bonusga ketaveradi. Bonusiga. Endi bir ikkita aniq bo'lib turibdi-da. Ular bonusga, ha? Hop. Muhidin aka. Xafa bo'lmang. Shu olgan insonga shuni hammasini olgan insonga kuchukni ham qo'shib berasizmi?
Kuchukka ham qo'shib berish kerakmi endi? Yo, endi qiziqadigan insonlar bo'lsa birdan olib borib katta qilatamiz. Bir joyda bo'lar. Qo'chqori ham, qo'yi ham. Bo'ldi, beramiz qo'shib. Berasizmi? Bo'ldi, beramiz kuchuk. Skidka bo'lib ketdi amadan. Bitta cho'pon ham qo'shib bering. Kelasi Qo'ylar yil asosida o'tyapti o'zlari. Ha, Jonivorlar bir xilda ekanda. Endi dashti mol, toza mol bo'ladi-da aka. Boyagi hozir endi ovsil degan narsa kelib qoldi-ku. Yo'q, Xudoga shukr, ovsul bizda yo'q. Aha. Qo'ygan hammasiga vaksina qilingan. Ha, endi Vaksina, dashti ukol, moli- dori hammasi bo'lgan. Shundan hozir ko'pchilik qiynaladi. Shunday, yo'q, u tarafida Xudoga shukr, hozir molimiz birantasi ovsul ham bo'lgan, boshqa ham bo'lgan. Yaxshi, vaksina qilganmiz. Toza molda aka. Shunday, bar dala sharoitida yurgan qo'ylar. Echkilarda endi reklama qilamiz. Bular tishi qanday aka? Yosh. Bularni yoshi birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin ham bor. Ketera. Asnomda Ha. yosh echkilar. Asli unday yosh echkilarda. Shu Olaman o'zimizda deganlarga, qiziqqanlarga. Bobotog'da echkilarida. Bobotog'da Nechni echkisi qaradim. o'zimizning shu Hech qanday hozir endi aralashib qoldi. Chekkadan qon kelib afg'on echkilar. Yo'q, unday yo'q Ha. ichida. Hammasi o'zimizda местный shu yerda echkilari. Bu bolalari nechta, o'zi nechta shularni ham aytib o'ting. Ha. 35 ta echki, Azizbek. 35 ta Oldin uloq. 35 ta echki, 35 ta. Ha, ichida yana keyin undan tashqari 2 ta bo'g'ozi bor. Ha, bo'g'ozi ham bor, ha. Ha, 2 ta bo'g'ozi bor. Hafta ichida tug'aydigan bo'g'ozi bor. Ha, bular endi bittaga bitta ekan hammasi. Ha, bittaga bitta. Ikkita bo'g'ozi bor ekan, ha. Shunday. Jonivorlar. Endi echki ko'pchilik egiz tug'adi-ku, bular bolalar sotilganda, to'g'rimi? Shunday ayrilgan, siraz ayrilgan. Mana ichida o'zi bir 10 tadan ziyodi egiz tug'ilgan. Ha. 10 ta 12 talari. Ular lekin Uloqlarni ayirganmiz yegizini. sarka qilinmagan ekan. Yo'q, sarka qilinmagan. Ha, hammasi. To'g'ri. O'zi uloqlari pashta oldi, yenasi qator bo'lib qolgan. Ha. Bitta ikkita bor ekan degaman deb aytilari. Ha, mana yangi tug'ilganlari bor bu. Ha, aslida mana katta uloqlar ekanda. Shunday, u 4 tami, 5 tami bor shunday mayda uloqdan. Bularda endi aka narxini nima deysiz? Shu bozor qilib aytaylik. Narxini olmadingmi? endi Bu bo'g'ozi ana shu, bo'g'oz shu shu. Qashqami? Mana shu o'rtadagi. Yana bittasi ham qayerda yurgan bo'lsa-da. Narxini nima dedingiz aka? Narxini nima ham deymiz, o'zingizdan qollarga bor, nech pul desak bo'lar. Endi men echkini ichida yurganim yo'q. Hech bozorga borsam echkiga kirmayman. 3,5 milliondan dastlab qilib beramiz bularmi? Ona bolami? Ha, ona bola. Endi bo'ladi desangiz bo'ladi aka. Sen Agar sendaga sizga- sen bo'ladi desang bo'ladi. Bularmi 3,5 Yo'q, milliondan men qo'ysak hozir- bo'ladimi? Menga aytdingiz, yana men pasam aytaveraman. Muomala qilsa yana o'tib beramiz, Ha, nasib. Bugun yangilik Endi bo'ladi, sizga agar- yangilik bo'ladi. Ha, sizga agar og'irib ketmasa yana o'ting aka. Aytyapman-ku, muomala qilsa yana Ha, savdosi bor. savdosi bor. Endi bu 4-5 so'mda talashib o'tirmaymiz. bunda aytganda bitta to'g'lini puliga ikkita uloqli echki bo'lyapti, 4 ta. Hozir Surxondaryo viloyat Uzun tumanidan 30 ta ona bola echki sotiladigan mana. Bobotog'da echkilar. Muhiddin aka, Ho, ular endi Hisoriga o'tami, nimaga o'tadi? O'zimizda endi echkini ko'rgan odamlar o'zi biladi. местный echkilarda. Ha, o'zimizning местный echkilar, u boyagiday boshqa joydan kelmagan, o'zimiz shu yerda echkilari. Ha, Hisor desa ham bo'ladi bu echkilarni. Hisor echkilar. Bu suyani qarang, buni sarkaday bo'yapti uni bari.